Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa navisimizni ancha bitirib qoldik. Mana hop patologlar varianti bo'lyapti bu. Xudo xolasa mana sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Hop bu 2 qavat patolog, birinchi qavat paner, ikkinchi qavati mana bu falga va 3 qavat tunuka bo'lyapti. Bu navisimiz shumkali variantda bo'lyapti. Kvadrati 450 ming, 400 mingdan chiqadi kelib. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Mana xolasa yarimga kelib qoldik, o'zancha tomonlarni ham yopib, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Birinchi paner tashlayapmiz mana, shumka, yozda issiq urmasligi uchun mana. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib navislarimizni.